Yaxshimisilar bolalar, men Sardar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Oldingi kuni mushta bir seshinka qap, shunda bir necha kun o'ylab ketib, mening o'ylashimda masala bormi yoki amaylan mendek o'ylayotgamdi deb sizlar bilan bir maslahatlashib baqsam deb men ekran oldiga chiqib qoldim. Bu ko'z qarashlarimni so'zlab bo'lgandan keyin cho'qim nurg'unlaringlar tilab ketsizlar. Mayli shunday bo'lsa-mu so'zlayveray deb chiqib qoldim. Udulla muhim nuqtaga bir kirsak, bu yerda 让老公开心，让父母骄傲deb bir og'iz gap bor ekan. Erini xushal qilish, ota-onasini faxrlantirish degan bir ayol kishiningki biyov zo'rinsiz. Buni biyov zo'rin desak, unda da qandoq qilganda yo'ldoshingizni xushal qilib ota-onangizni faxrlantira olasiz. Qandoq qilsa shunda bo'lganga hisob bo'ladi. Buni ikkiga bo'lib so'zlasak, yo'ldoshni xushal qilishdan boshlaydi. Qandoq qilsangiz yo'ldoshingiz xushal bo'lgan hisoblanadi. Qandoq qilsa bir odamni xushal qilib bo'ladi. Men bu yerda o'zimning ko'z qarashimni so'zlab baqsam, 一个人对一件事是否开心、是否知足，直接关系于这个人的认知水平、世界观、dunyoga bo'lgan ko'z qarashi ham o'zining saviyasi bilan bevosita munosabatlanadi. Bir necha oddiy misollarni olib so'zlab baqsam, normal ahvol ostida er kishining teshdagi o'tirishi so'rinlari jiqrab bo'ladi. Bunda vaqtda uyda ayol kishi bo'lgan odam cho'qim erdan yo'ldashdan ansiraydi-da. Bunda vaqtda telefon urib ansiray sababidan siz nada nim deb hozircha kelmaysiz deb telefonni urgan vaqtda ko'pincha erlar bo'lsa telefonni olib, "Ha, xotin ansirmagan, men mushta o'tirishda bo'lib qoldim, bir yarim soatgacha bormayman deb ansirmay yotavergan va yoki bir narsa lozim bo'lsa uchur qoldirib qo'ygan" deb qo'ydi. Ba'zan bir erlarmi bor. Telefon qilib ansirash, ko'yinish sababidan ayollar telefon qilsa, nimda telefon qilaversa, beshimni og'ritib, men do'stlarimning oldida sat emasmi? Yo'qlaygan telefonni qo'yib deb, uy ko'rib bir chang urishib tilashib, uydagi bolalarning kayfiyatiga ta'sir yetkazib, uydagi bolalarning psixikasiga ta'sir yetkazib, bir baxtli oilani bir qadamdan buzish yo'liga qadam olganlarmi oz emas. Ba'zilari ashi bir ko'yinish telefonni baxt deb his qildi, ba'zilari ashi bir o'ygamingiz degan telefonni boshag'riq deb bildi. Ota-onasini faxrlantirish degan tema kelsa, qanday ota-onangizni faxrlantirgan qatoriga kirasiz. Ayol kishi bo'lish yuzidan ota-onasining atrofidagi do'stlarining qizlari bir-birlab to'y qilishga yuzlangan vaqtda shu besimning ostida amalsiz yana to'yga o'zini ishlayotgan qizlar nurg'un bo'ladi. Bizning psixikimizda, bizning dunyo qarashimizda, bizningki kallamizga o'yilib ketgan shu hukm bo'yicha bir qiz yaxshi o'qib, maktabini bitirib, yotliq bo'lib, muqim bir xizmati bo'lsa, bir bolasi yoki ikki bolasi bo'lsa, buningdan ota-onasi faxrlangan bo'ldi, yaxshi bir qiz bo'lgan bo'ladi. Ammo ota-onasini faxrlantirish, yaxshi bir qiz bo'lishningki bevujunsi bu yerda haqiqatan ashnamu. Menchi bo'lganda bir ayol kishiningki to'y qilib bol tug'ishi, bola tug'ish qizlarningki bu faqat dunyoning bir qonuniyati. Ammo baxtningki simoli, baxtning asli ham hech qanday bir qizningki mo'risiga cho'qqim qilmas bo'lmaydigan zaruriyat emas. Balki nurg'unlar qarashtirib tilishinglar mumkin. Bir qiz bola cho'qqim to'y qilib bir kishiga bol tug'ib bermas bo'lmaydi. Unda qilmasa hech kimning ko'ziga sat ko'rinib, shunda bo'lib ketdi degan gap bo'lishi mumkin. Misollar olamsiz, deganlarga misollar bersam bo'ldi. Xalq e'tirof qilgan hammamizning faxri, elni so'ygan bizningki atoqli naqshchi, atoqli artistlardan Sanober Tursun muallim, Ayşegül muallimlarni shu xalq shunchalik faxrlandi, ota-onasi faxrlandi. Butun hamma odam faxrlandi ulardan. Unda da ular ajab to'y qilmabdi, ajab bola so'mabdi, qanday bo'lganda. To'y qilib, baxtli bo'lib, bolalarini muhabbat bo'lgan bir oilada cho'ng qilib, muhabbat xalqini tatqizmay, yetimlik azobini tatqizmay beqib cho'ng qilish degan nihoyat yaxshi bir ish bo'ladi. Unda da qanday odam bilan to'y qilsak to'g'ri bo'ladi. Muhabbat degan hamon bir kuni susishib qolmaydigan narsa. Lekin eng oxirida qanday narsa qoldi bo'lsa, bir odamningki zinnati, bir odamning axloqi, bir odamningki dunyo qarashi, bir odamning qanday bir odamniki eng oxirida qolib qoldi. Bir munosabatni saqlab qolgani eng oxirdagi, hargiz muhabbat emas, bu odamningki jumpensi. Menchi bo'lganda ayollarmi erlarga o'xshash, 是一个独立的个体，他们有选择自己生活的权利，也有选择另一半的权利，没有任何人需要去强迫任何人。Hargizmi to'yni qilib, ikki balani tang boqadigan kun qolmasligini umid qilaman. Birsi tuqqan balanglar, yana birsi tekkan balanglar. 我觉得世界上没有任何人有必要的责任。如果一定要说有，那 erur arzinati, mardlik erur arzinati. Er degan kim to'kstar, mehnat tamasi bo'lmasa. Na erur qiz zinati sharmi haya, oy jamoli na kerak, sharmi hayosi bo'lmasa.